Muhtaram prezidentimizga she'riy murojaat. Yurtimga nazar solib, ko'rib ko'zim yoshlandi. Alkogol targ'ib qilgan festivallar boshlandi. Na bir chora ko'rilmas. Kim qo'llaydi shularni? Yo otasi amaldormi? Shohi bormi ularni? Ey muhtaram yurtboshim, indamasdan jim turmang. Qonuniy chora ko'ring, haqiqatdan yuz burmang. Tarixdan ma'lum axir, toza palak aslimiz, o'zingiz aytgandek biz Temuriylar naslimiz. Internet to'lib toshdi, qo'shiqchi xotinlari, yarim yalang'och kiygan shu millat qotillari. Bu ori yo'q shaytonlar kimlarga qilgan havas, ovoz bormi farqi yo'q, orqa oldi bo'lsa bas. G'ijillaydi ot kabi, yuzda bo'yoq ishkanlab, charchamaydi bular hech, yoshlar ongin zaharlab. Qo'lingizda-ku axir, har tomonga otsangiz, xalq sizdan rozi bo'lar, tanobini tortsangiz. Yurtimga nazar solib, ko'rib ko'zim yoshlandi. Alkogol targ'ib qilgan festivallar boshlandi. Or-nomus devorlari nahot endi quladi, bu ketishda bir kuni gey parad ham bo'ladi. Bu beyuzlar dastidan yomon tuzlandik bobo, biron chora ko'ring deb sizga yuzlandik bobo. She'r muallifi Kamronbek Ismoilov. Iltimos qilaman, mana shu videoni tarqatib qo'yinglar.